Allah subhanahu va taolo dunyoni yaratgandan keyin olamni to'lg'izib, jinlarni ham yaratib, fisq-i fasodlarni qilib o'ldirishmidi, fasod qilishmidi, buzuqchilikmidi, hamma holatlar jin toifalardan paydo bo'lib, ana undan keyin shu olamni islohiga, shu olamni tartibga, intizomga qo'yishga Allah subhanahu va taoloning iroda-i azaliyasi ketib, otamiz Hazreti Adam Safiyulloh alayhissalatu vassalomni yaratdi. Bu otamiz Hazreti Adamni yaratishi bilan barobar yolg'iz hayot kechirishga qo'ymasdan Hazreti Adam otamizga Alloh taolo juft etib Momo Havo alayhissalomni yaratdi. Mana dunyo yaratilgandan keyin juft hayot kechirish shar'iy yo'l bilan Alloh taoloning amri bilan tartibi intizomga tushish davri Hazreti Adam otamiz Safiyullohdan boshlandi. Mana shu intizom Hazreti Adam Safiyullohdan boshlanib, ta Janob Rasulullohning davrlariga qadar payg'ambaroni mutaqaddam alayhissalatu vassalomlar davrlari bo'lib, hammalarining davrlarida juft bo'lmoqlik nikoh bilan, guvoh bilan, isbot bilan paydo bo'lgan bo'lib keldi. Shuning uchun ham Janob Rasululloh aytdilarki, men tamomiy silsilam yuqoriga ota-bobolarim qayerga borib yetgan bo'lsa, birontalardan zino paydo bo'lgan emas, hammalaridan nikoh bilan paydo bo'lganman degan.